Agar hozir Husayn bo'lsa, Havorij deb osib o'ldiradi odamlar. Fitnachidir, terrorchidir. Ular fasodni zohir qilgan deyapti. Hozirgi fasod qarang. Ya Rabb qalbi. Yana boshqa rivoyatda keladi, Husayn aytgan ekanlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sizlardan kim zolim sultonni ko'rsa, Allohning harom qilgan narsalarini halollayotgan bo'lsa, Allohning ahdini buzayotgan bo'lsa, Rasulining sunnatiga xilof qilayotgan bo'lsa, Allohning bandalarida gunoh, adovat bilan amal qilayotgan bo'lsa, uni fe'l bilan ham, so'z bilan ham o'zgartirmasa, Allohga haqqi uni ham uni kirgan joyga kirgizadi degan ekanlar. Mana Allohu akbar qarang. Sulton bor, zolim, haromni halollayapti, ahdlarni buzyapti. Qasamyod qilaman deydi-da, Qur'onni olib keyin uni orqaga otadi. Sunnatga xilof ishlar qiladi. Allohning bandalarida gunoh udvon qiladi. Endi siz agar shuni kelib o'zgartirmasangiz, na so'zingiz bilan, na fe'lingiz bilan Alloh zimmasida haqqi sizni ham o'sha bilan qo'shib kiradigan joyga kirgizar ekan. Husayn radhiyallohu anhu shuni o'sha zamondagi xalifalarga aytayaptilar. Ha, sen kimsan? Sen podshohing kim endi? Undan ming barobar yomon odamlar bular. Qarang nima deyapti. Ogoh bo'linglar, bular shaytonning itoatini lozim tutdi deyaptilar. Hozirchi farishtada bilan podshohi. Farishtada bilan podshohi. Husayn o'sha zamondagi umumiy xalifalarni aytib, shaytonning itoatini lozim tutgan bular, Rahmonning toatini tark qilgan bular deyapti. Husayn o'sha zamondagi umumiy xalifalarni aytib, shaytonning itoatini lozim tutgan bular, Rahmonning toatini tark qilgan bular. Tabaroniy Muhammad ibn Hasandan rivoyat qiladilar. Umar ibn Sa'd Husaynning oldilariga keldilar. Ya'ni bu Sa'd ibn Waqqosning o'g'li. Va ular u kishini o'ldirishini bildilar. Shunda ashablariga turib Husayn xutba qildilar. Allohga hamd sano aytib, so'ra dedilar-ki, mana sizlar ko'rib turgan ish sodir bo'ldi. Ya'ni qatl bo'lishi aniq bo'lyapti Husayn radhiyallohu anhu. Kuchlari yetmaydi chunki narigi tomonga. Dunyo o'zgardi, munkarga to'ldi va yaxshiligi ketdi dunyoni, yengshimardi. Undan faqat qoldig'i idishning qoldig'idagidek bo'lib qoldi. Dunyoda faqat past hayotgina qoldi. Xuddiki yanchilgan vodiydek. Ya'ni masalan mollar bir vodiyga kirsa yanchib ketadi-yu, faqat xashak-xushaylar qolib ketadi. Ana shunaqa bo'lib qoldi dunyo deyaptilar-da, yaxshiligi ketdi. Axir ko'rmaysizlarmi, haqqa amal qilinmasa, botildan to'xtalmasa deganlar. Endi subhanalloh, o'sha zamonda shunday degan qarang Husayn. Haqqa amal qilinmasa, botildan to'xtalmasa, nima kerak buni hayotda degan. Hozir bu hayotni ko'rsa nima deradi ular ayting? Mo'min shuncha Allohga yo'liqishga rag'bat qilaversin deganlar. Men o'limni saodat deb ko'ryapman bunaqangi hayotdan. Zolimlar bilan yashash bo'lsa bu halokat degan. Zararlik ya'ni, zaharlik degan, zirkarlik. Endi hozirgi zamoncha endi ayting, o'sha zamonda baribir xilofat, amirlik islomiy, shariat bilan boshqarilgan. Hech kim soqol uchun, niqob uchun qamalmagan. Yana boshqa rivoyatda keladi, Husayn aytgan ekanlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sizlardan kim zolim sultonni ko'rsa, Allohning harom qilgan narsalarini halollayotgan bo'lsa, Allohning ahdini buzayotgan bo'lsa, Rasulining sunnatiga xilof qilayotgan bo'lsa, Allohning bandalarida gunoh, adovat bilan amal qilayotgan bo'lsa, uni fe'l bilan ham, so'z bilan ham o'zgartirmasa, Allohga haqqi uni ham uni kirgan joyga kirgizadi degan ekanlar. Mana Allohu akbar qarang. Sulton bor, zolim, haromni halollayapti, ahdlarni buzyapti. Qasamyod qilaman deydi-da, Qur'onni olib keyin uni orqaga otadi. Sunnatga xilof ishlar qiladi. Allohning bandalarida gunoh udvon qiladi. Endi siz agar shuni kelib o'zgartirmasangiz, na so'zingiz bilan, na fe'lingiz bilan Alloh zimmasida haqqi sizni ham o'sha bilan qo'shib kiradigan joyga kirgizar ekan. Bugun ba'zi johillar bor-ku, o'tirib olib gapiravermay kel, qilchi ko'raylik deydi. Biz qilishga yo gapirishga buyurilganmiz. Sen esa na qilyapsan, na gapiryapsan. Kiradigan joyga kirasan o'shani. Podshohing bilan ketasan ketadigan joyga. Biz niyatimiz yo'q podshohing ketadigan joyga ketish. Ana shuning uchun qo'limizdan kelsa qilamiz, qila olmasak gapiramiz. Rasululloh shunga buyurganlar mana. Husayn radhiyallohu anhu shuni o'sha zamondagi xalifalarga aytayaptilar. Ha, sen kimsan? Sen podshohing kim endi? Undan ming barobar yomon odamlar bular. Qarang nima deyapti. Ogoh bo'linglar, bular shaytonning itoatini lozim tutdi deyaptilar. Hozirchi farishtada bilan podshohi. Husayn o'sha zamondagi umumiy xalifalarni aytib, shaytonning itoatini lozim tutgan bular,
Rahmonni toatini tark qilgan bular deyapti. Agar hozir Husayn bo'lsa, Havorij deb osib o'ldiradi odamlar u kishini. Fitnachi deb, terrorchi derdi. Ular fasodni zohir qilgan deyapti, qarang. Hozirgi fasodni qarang endi. Hududlarda bekor qilgan bular. Ya'ni shariat tatbiq qilmayapti demoqchi. Hozir shunaqa desangiz, siz siyosatni bilmaysiz, yosh bola, eshitma buni deydi. Endi mana ko'r-murtlar, saroy mullalar aytsa, mayli deysiz, u onasining qonidan shunaqa deb tug'ilgan u. Shuni eshitib tug'ilgan. Endi menda o'zi shu paytgacha shu da'vo bilan yurgan odamlar, shariat tatbiq qilish kerak deb yurganlar, bunaqa desa nima deysiz endi? Ular faylarni o'ziniki qilib olgan, ya'ni g'animatlar, o'ljalarni mujohidlarga taqsimlamay, otasining mulkidagi o'zi bo'lib olgan. Xizmat qilgan mujohidlar bo'lar ekan, huzurini ular ko'rar ekan keyin. Ha, mujohid odam quruq o'lja uchun jihad qilmaydi, lekin endi yashash kerak-ku. Oylik tuzuq quruq bermasa, g'animatni bermasa, qayerdan yashaydi u? Ular Allohning haromini halol qilgan deyapti. Halolini harom qilgan. Va ana haqqu man g'ayyar. Buni o'zgartirishga eng haqli kishi menman deganlar. Ya'ni yuqoridagi kim sizlardan munkarni ko'rsa qo'l bilan yoki til bilan o'zgartirsin deyildi-ku. Men o'zgartirmasam kim o'zgartiradi shuni deyapti Husayn. Ko'ryapsizmi? Hozir ham shuni aytasizda, ey seni bu qing'iringni biz gapirmasak kim gapiradi? Biz tog'utga gapirsak eshitasan, senga gapirsak eshitmaysanmi? Kim gapiradi unda seni qing'irishingni? Salomullo gapirsa uni eshitmaysan. O'zingga yaqin olgan odaming gapiradi seni qing'irishingni. Keyin Kufa ahliga qarab aytdilar, qarang Husayn roziyallohu anhu. Sizlarning maktubiylar menga kelgandi. Ya'ni ular chaqirib olishganda Husaynni keling qilib. Elchilar menga keldi, bay'atinglarni aytdi. Sizlar meni taslim qilib qo'ymasliginglarga va'da berdi. Yordamsiz tashlashmaslikka va'da berdinglar. Keyin esa endi sizlar bay'atinglarda turib bersanglar, rushd hidoyatinglarga yetasizlar. Men Husayn ibn Aliman. Fatima bint Rasulullohning o'g'liman dedilar. Jonim sizlar joninglar bilan birga. Ahlim sizlarda ahlinglar bilan birga. Sizlarga menda o'rnak bor. Agar buni qilmasanglar, ahdni buzsanglar, bay'atimdan tonsanglar bo'yninglardagi qasamki, bu sizlarga o'zi inkor qilinadigan ish emas deganlar. Ya'ni hech ajablanarlik emas. Chunki sizlar bu ishni otam bilan ham, akam bilan ham, amakimning o'g'li bilan ham qilgansizlar degan. Ya'ni Ali bilan Hasan bilan, undan keyin Ja'far va boshqalar bilan ko'p qilgan bular uni. Ahli bayt bilan xiyonat qilgan, chaqirib olib, va'da berib, himoya qilamiz deb keyin qochishgan shiyalar. O'zi sizlarga ishongan odam aldangan odam o'zi deganlar, qarang. Sizlar o'z nasibanglarni xato qilgan bo'lasizlar. O'z nasibanglarni zoya qilgan bo'lasizlar. Kim buzsa, o'zining nafsiga buzadi bay'atini deganlar. Va Alloh sizlardan behojat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan. Ko'ryapsizmi, bir odamga ishonsa, ha? Shariat uchun, Allohning dinini tatbiq qilamiz degani uchun. Ular endi uni aldashsa, bu odam nima aybi bor ekan bunda? Seni deb bo'ldi deyiladimi?